Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bu sizlarga kerak deb o'ylayman. Bizga Dash Raider nomi ostida skuter keldi. Ochig'i buni birinchi marta ko'rayotgandim. Bizga egasi tezligini oshirib bering, 25 dan oshmayapti deb shikoyat qilib keldi. Biz bo'lsam mana bu miyani ochib hamma tomonlarni ko'rsa. Bu miya programma qilingan ekan. Mana shu markadagi miyalar bilib qo'ying, programma qilingan. O'sha bu faqat tezligi mana bu zaslonka tabloga qarab, tormozga qarab qilinadigan bir usullari bor. Buni sizga ko'rsatib beraman hozir. Monitorda yoqishdan oldin gazni bosamiz, tormoz va buramiz. Gazda monitorni 60 chiqqanda ikkinchi tormozni bosamiz va qo'yib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ushlab turamiz 5 sekund va 3-skorost yondi bizga. Demak, siz 3-skorostda turgan bo'lish kerak. Shunda mощность ko'payadi. Bosib beramiz uni. 25 dan o'tadi. Bemalol 60 ga chiqadi. Trashka qilingan velikni yana orqa zavodga qaytarish. Gazni bosamiz, tormozni bosamiz, velikni yoqamiz. Monitorda 60 ko'ringan. Ikkinchi tormozni ham bosamiz va to'n yongandan keyin 1, 2 ushlab turamiz veligimizni va bir yo'qoldi. Ko'rgan bo'lsangiz, bu zavodga holat keldi. Mana ko'rdingiz. Bu skuterimiz V3 modeli hisoblanadi. Buning boshqa turlari ham bor. Agar bu narsa siz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Agar sizlarga yana yangi ma'lumotlar, qiziqarli tavsiyalar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying.